aksiyani jinnisi boshlandi. Mana qaranglar, mana shu ko'rib turgan tovarlar 300 so'm, 300 so'm, 300 so'm. Qarang, ko'rib turgan. Bu ham 300 so'm. Bolalarga ko'rib turgan hamma tovarlarimiz 300 so'm. 6-oktyabr, 10-oktyabrgacha aksiya ketdi. Bu ko'rib turibsizlar, mo'lar qaranglar, turistskiy tovarlar. O'tgan safar 500 so'mdan qo'yganmiz, yana aksiya ketdi. Uch bang'illari faqatgina 10-oktyabrgacha. Mo'l ko'rib turgan mana jimpillarimiz, ko'ringlar mana ishlari mex issiq. 300 so'mdan aksiya ketdi mana. Ko'rib turgan mana yosh bolalarga, qizlarimizga hammasi уже qishki sezonga tayyorgarlik 300 so'mdan aksiya. Faqat bizning kanalimizga podpiska qilib qo'ying. Sizlarga lokatsiyalargacha tushuntirib qo'yamiz. Agar mabodo 5000 so'mdan savdo qilib o'tkazib yuborsangiz, 5000 so'mdan mashlardan ko'rib turgan tovaringizdan yana bitta qo'shningizga savdogarchilikka olsangiz bo'ladi. Bu 5000 so'mdan podarka, pulga olmaysiz, besplatni beradi. 5000 so'mdan osh savdo qilsangiz. Bu joyimiz lokatsiyasi mana To'rtko'cha Mo'mijemish bor. Shu tomondan tushib kelayotgan domlarning oldida tushib kelayotgan, mana chap qo'lda joylashgan. Bu esa mana madrasa tomonidan, ya'ni ko'prikda, yangi Mo'ston o'tganimizda kelayotganimizda mana o'ng qo'lda joylashgan. Uji katta aksiya 6-oktyabr, 10-oktyabrgacha aksiya. Ulgurib qolinglar.